Keçirinler vatandaşlar. Vatandaşlarım bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiye de size gacırız. Washington'dan sözleyimiz bugün çizlağış kimin 24. yıl 7. ayın 16. günü hepteki seyşembe vatandaş. Bugün sizlerge avval vaziyet doğrusunda bir cümle haber bireyli. Vaziyet doğrusu sizlerge berdiğan haberimiz. Bunda buldu vatandaş. Tünügen biz sizlerge leksiye sözlegende Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning bütün memleket Amerika Qo'shma Shtatlariga so'zlagan nutqini, bütün memleket xalqiga so'zlagan nutqini so'zlaganda bir cümle, qaysi cümle vatandaş bir qadam kaynimizga chekinaylik degan bir cümle sözümü sizlarga topshirgan edik. Bugün şunun münasebetli kaldı. Bir video filmde bundaq bir mavzu kepti. Sobiq prezident Trump kayniga bir qadam qaytib yoki kayniga bir qadam chekinib navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan qo'l tutishib Amerikani qutqazdi. To'rt cho'ng voqea oldimizda yuz berdi. Umid sadasi 7. ayının 16. gün YouTube. Mesela Amerika'nı qutqazdı degende nima gap tunigan ki Prezident Joe Biden'dan so'zlagan memleket xalq so'zlagan so'zida bir cümle söz var vatandaş. Siyasi iboralarimiz keskinleşip ketdi degan bir söz var. Anladingizmi? Yuqorqisi yuqorqadak heliqi bir qadam kaynimizga chekinaylik yuqorqadak. Endi tuvan degani bizdan söz iboralarimiz, siyaset söz iboralarimiz keskinleşip ketdi degan bir gap bor. Mana shu masalada hozir sobiq prezident Trump bilan navbatdagi prezident Joe Biden qo'l tutishib Amerikani qutqazdi deydi. Bu intayi ishonchli xabarda vatandoshim. Endi ikkinchi xabarimiz sizlarga Chimpokoni bilasizlar vatandoshlar, obzorchi. Bugünkü video filmide deydiki 3. umumiy yig'in ochilgan tungi kunida Beyjonda kayfiyat g'alta bo'lib qoldi edi. Partiya matbuotlari Xi Jinpingni ham maqtadi, ham qoraladi. Islohot deydigan gapni eg'izg'imi ilib qo'ymadi. Ham 3. umumiy yig'in qatnashayotgan rahbarlar va hukumatlik odamlar shundaqla Reis Xi Jinping ham boshqalarmi islohot degan so'zni eg'izga elib qo'ymadi deydi. Bugünkü video filmida 7. ayının 16. günüde Chimpokon shundaq deydi vatandaş. Ondan keyin hozir kayni 3 qatam video filmda yetib kelgan bir xabar. Bunu bugün yazma şekli kep boptu eyaga. Hozir elib keldim vatandaşlarga topshiraman. 3. umumiy yig'in chaqirilgan shundaq bir paytda to'g'ri betlarda Xi Jinping shamoldarib qoldi deydigan so'z iboralar tarqaldi. Mavzuli xabar 7. ayının 16. günü Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bir yil kechiktirilgan 20. navbatlik 3. umumiy yig'in Beyjonda chaqirilganmi shundaq bir paytda tashqari dunyo Jungo Kompartiyasi o'tirg'i chiqaradigan iqtisodiy siyosatga diqqat qilishga boshladi. Dal mushu yig'in echilayotgan bir paytda Jungo tor betlaridan ba'zi video film va xabarlar tarqalishga boshladi. Jungoning oliy darajalik rahbari Xi Jinping shamoldarib qoldi. Bu xabar tarqalib hozir tor betlaridan bir oldi. Ahvol yaxshilikdan derak bermedi. Davlat boshqarishning o'zimi bir masala bo'lib qoldi. Endi bu hozir burun video filmda 2 qatim kelgan edi.
Men ularning xabariga ishonib ishonmay ko'rsam hozir mana Vanvetor biri yetib kelgan yozma xabarda deyilibdiki, Reis Xi Jinping shamaldarib qoldi. Yani qon besimi. Hozir ba'zilar bu to'g'rida xabarda doktorxonaga elib ketdi deydi. Yani ba'zilar bu to'g'rida xabarda yig'inda doklad tushib berayotganda, yig'in nutq so'zlayotganda bu ish yuz berdi deydi. Anda qiyofat eg'izda bir taraf qing'iyib qoldi deydi. Mush xabarlar kayni-kayindan kelyapti. Buni rosti yolg'oni qanchalik. Ammo mendagi video, filmdagilarni tashib o'tib, sizlarga hozir yozma xabarda yetib kelgan xabarni yetkazdim vatandoshim. Bunun sırtida hozir tunigillarni mush yig'in echilayotgan paytda Jungoning amaldorlari, yerlik amaldorlari, aholi komitet amaldorlari degandek darajaga qarab ashunday o'tirg'i chiqib hozir Jungodan yenib chiqmay yoki chekinib chiqmay qilib qolgan yoki chekinib chiqish oldi turayotgan chet el shirkatlarining har bir shirkat boshlig'i va shirkatning a'zolari bilan Jungoning rahbarlari ko'rishib, yüz söylüşüp, qilib qilinglar, Jungoga davomli mablag' selinglar, biz sizlarga sharoitni yaxshilab beramiz. 3-chi umumiy yig'inda o'zgarish bo'ladi, islohotni ado qilib elib boramiz. Shunday gap vatandosh. Mana shunday gap bo'ladi. Çavuşanning rahbari Kim Jong Un oraliqda shunda dedi, vatandosh, nima dedi? Qarang, bir jumla. Jungolikning hammasi aldamchi dedi. Jungoning qadinas do'sti Kim Jong Un dedi ki, Jungolikning hammasi aldamchi dedi. Sen o'tirdi bir vaqtlarda jasuslikqa qarshi qonuni ma'qullab, chet el shirkatlarining kayniga tushib iz qo'g'lab, ulardan gumon qilib, bular jasus deb ularni qo'rqitib, hatto qo'lga olib, hatto Amerika grajdanlarini qo'lga olib, pasportini tortib olib, aeroplan stansiyasiga chet elga chiqish huquqini, vatanga qaytish huquqini cheklab, mushlarni qilib bo'ldim, o'tib ketgan 2-3 yil ichida. Endi bugun ish bu oqibat kelganda islohotni davomlashtiramiz, ichib yetishini davomlashtiramiz, chet el shirkatlari Jungodan chiqatmanglar, Jungoga mablag' selinglar. Buna nima deb javob beramiz? Biz hech nima demaylik, biz gapirsak haqorat qilgan bo'ladi deyli. Hozir Çavuşanning rahbari Kim Jong Un dediki, har bir jungolik aldamchi dedi. O'zining do'sti shunday dedi vatandosh. Hozir endi 3-chi umumiy yig'in bu nimalarni qaror qilib, nima so'zlashadi? Hozir agar Xi Jinping shamaldarib qoldi degan bo'lsa bu qaltis gap. Vatandosh hozir davlat boshqaruv masalasi daqiqiy ichida rahbarlik masalasiga berib taqiladigan bo'lsa bu ish jiddiy ahvol bo'ladi vatandosh. Mushlar 3-chi umumiy yig'in deyilgan bugungi kunda Beijingda yuz berdi vatandosh.